Balo bu. Ikkita til oldim, bittasi sizga, bittasi menga. Nima qilamiz tilni? Mani ko'zi qonga to'lgan kenayashganman, men senga til olasan jalab, hech bo'lmasa og'iz ol bilan. Keyingi videoda ko'rasizlar. Bu ana bosiladigan joyi bormi? Mana vibratsiya berami hech bo'lmasa? Unplugging qilamiz, unplugging. Ulovga nima yozsa bu tilda? Ha? Prank olgani. Amyalaga. To'g'ri. Erkak bo'lgan, gaplar gapirib so'kinmayman degan sani shoru biz hammamiz yaxshi insonlarimiz kuzatadigan joylar. Aysa ofitserimi? Mohorlar haqiqiy tilga o'xshaydi ekan, onang nemaga. To'g'ri, xayolga nimalar kelmaydi. Odamlar nimalar o'ylab topmaydi. Hozir kommentariyada nimalar deb gapirmaysizlar endi, bu qaranglar. Buni og'izga solish kerak. Endi buni anaqa temir-pemirlarga yopishtirib prank qiladi buni. Shunday. Ana kenayashganlarga prank qilmaydimi? Oyog'ingizni oching bu deb. Vibrator bor ichida. Qo'sh. Qizlar, agar u bu kimga kerak bo'lsa, dastavka xizmati ham bor. Bunday qilsa o'zi bolalarga ham kerak o'xshab qolyapti.